Bugun ajoyib yangilik, bir emas 3 ta o'quvchimiz bugun o'ziga Koreyaga uchib ketishyapti. Keling shular bilan ozgina emotsiyalarni bo'lishamiz. Doston mana va nihoyat bugun mana natijalarni olib Koreyaga ketyapsiz. Qanaqa emotsiyalar? Emotsiyalar zo'r, hammasi vaqtga bomba. Kutmagandan Koreyaga ketaman deb o'ylamagandim. Bizda Doston noldan koreys tilini o'rganib, keyinchalik bizda ustoz bo'lib ishlab, ana bugun Koreyaga ketyaptilar. Doston siz uchun juda ham xursandman. Keyingi o'quvchimiz mana Mufazzal. Mufazzal, tabriklayman. Magistraturaga ketyapsiz. Ha, shunday edi, 2 vizasi orqali magistraturaga vizamiz chiqdi 3-4 kun oldin. Juda ham xursandmiz. Bunga topik master ustozlarning hissasi juda ham katta. Biz o'tkir ekansiz. Taassurotlar qanaqa Mufazzal? Juda ham a'lo. Siz uchun xursandman juda ham. Rahmat ustoz. Mufazzal, mana koreys tilini o'rgandingiz, Koreyaga ketyapsiz. Bugun soat nechida uchasiz shunda? Kechki xudo xolasa 22 ga. Bugun ketadilar, zo'r. Dilshodjon, mana Dilshodjon ham bugun Koreyaga uchadilar. Taassurotlar bilan bo'lishingiz. Emotsiyalar juda zo'r. Bugun uchib ketamiz Koreyaga, xudo xolasa Dostonlik bilan birga. O'shaning uchun eng birinchi topik masterga kelib, o'z emotsiyalarimizni bo'lishib ketamiz, mana direktorimiz Bezod akalar va ishlar bizga darajalarni olishga katta yordam bergan. Sizlarga katta rahmat deymiz. Rahmat Dilshod, samimiy sizlarga kelib, bularga juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki bugun kechqurun uchib ketishadi. Misol uchun hozir soat mana 1 bo'ldi, lekin shunga qaramay Topik Masterga kelib, shunaqa odzivlar berib ketishyapti. Sizlarga kattakon rahmat yigitlar. Borgandan keyin ham xudo xolasa sizlar bilan aloqada bo'lib turamiz. Topik Master.